U otasini uyida och emas edi. Siz uni to'ydiradigan. U otasini uyida kiyimsiz ham emas edi. Siz kiyim olib berib minnat qiladigan. U otasini uyida siz aytgandek kasalmand ham emas edi. Siz boshing kasaldan chiqmaydi deb nomlaydigan. U otasini uyida malikalardek edi. Hammasidan kechib sizni yoningizga keldimi? Ayolingizni, keliningizni qadrlang. Ayol Allohning omonati. Uni xo'rlash omonatga xiyonatdir. Omonat qilib bergan zot bir kuni omonati ustida albatta hisob qiladi. Erkakdan ayolingdan rozimisan deb so'ralganidek, ayoldan ham rozimisan deb so'raladi. Zulm qilsangiz jazosini, asrasangiz mukofotini albatta olasiz.